Assalomu alaykum. O'zbekistonning eng sadoqatli, eng shovqinli va eng buyuk futbol ahli Namangan muxlislari. Navbahor bu safar shunchaki navbatdagi 3 ochkoni olgani yo'q. Bu shunchaki haqiqiy shou, haqiqiy master klass va turnir jadvalidagi o'rnini mustahkamlash signali bo'ldi. Xorazm ustidan qozonilgan 5-1 hisobidagi yirik va shafqatsiz g'alaba butun Namanganni oyoqqa turg'izdi. Bugun lochinlarning bu dahshatli o'yini, turnir jadvalidagi o'sishi va chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini atroflicha tahlil qilamiz. Videoga like bosing va Namangan sharafini izohlarda ko'tarishni unutmang. Keling, avvalo maydondagi voqealarga nazar tashlaylik. O'yin qahramoni haqida gapirmaslikning ilojisi yo'q. Husayn Norchayevdan dahshatli poker 16-daqiqada hisobni ochdi. 36 va 41 daqiqalarda birinchi bo'limning o'zidayoq hat-trick qayd etdi. 60-daqiqada esa 4-golini urib, pokerni o'z hisobiga yozib qo'ydi va to'purarlar poygasiga qo'shilmoqda. Bitta o'yinda 4 ta gol urish bu har qanday hujumchi uchun super klass. Unga 67-daqiqada Ruslanbek Janov munosib hamrohlik qildi va 5-gol bilan o'yinga allaqachon nuqtani qo'yib bo'ldi. Raqibning 45-daqiqadagi yagona goli esa Navbahorning shiddati oldida shunchaki tasalli bo'lib qoldi xolos. Lochinlar hujumda xuddi och bo'riday harakat qilishdi. Endi esa eng muhim qismga, turnir jadvaliga e'tiboringizni qarating. Ushbu 5-1 hisobidagi yirik g'alabadan keyin Navbahor 14 ta o'yindan keyin o'z ochkolari sonini 22 taga yetkazib oldi va 5-o'ringa ko'tarildi. Lekin e'tibor bering, Navbahor zaxirasida hali bitta o'yin bor. U bor-yo'q 14 ta o'yin o'tkazganini unutmang. Ularda yuqorida turgan Buxoroda esa 15 ta o'yin o'tkazib 26 ta ochko bor. Demak, qoldirilgan o'yindagi g'alaba Navbahorni to'g'ridan-to'g'ri kuchli uchlik yoqasiga olib chiqadi va chempionat ikkinchi davrasi endi boshlanganini inobatga olsak, Navbahorda hali yetarlicha imkoniyat bor kuchli uchlikka kirish uchun. Kuchli uchlikka kirgan jamoa esa xalqaro maydon yo'llanmasini qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Navbahorga yana katta futbol Kapadze bilan qaytishi mumkin. To'plar nisbatiga qarang. 18 ta gol urib, 13 ta o'tkazib yuborishgan. Ushbu 5 ta gol evaziga jamoa to'plar nisbatidagi ko'rsatkichni, jamoaviy ishonchni keskin oshirib oldi. Pesh qadamlar Neftchi va Paxtakor hali xotirjamlikka berilmasligi kerak. Chunki Namangan lochinlari katta tezlikda zaxiradan chiqib uchib kelmoqda. Ular parvoz etmoqda va sherlardan ham, yo'lbarslardan ham tezroq parvoz etishmoqda. Namanganlik futbol ishqibozlari doimo o'zining qaynoq mehri va sadoqati bilan ajralib turgan. Bunday o'yin va bunday shiddat bilan Navbahor ushbu mavsumda chempionlik poygasida oxirigacha jang qilishini ko'rsatdi. Siz qanday fikrdasiz? Husayn Norchayev bu ko'rsatkich bilan mavsum to'purari bo'la oladimi? Navbahor ushbu tezlik bilan kuchli uchlikka kira oladimi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring va Namanganning qaysi tuman shahridan ekanligingizni ham aytib o'ting.